har safar eslasangiz kulgingiz kelaveradigan narsa bo'ladi-yu, lekin o'zi bu narsaga kulib bo'lmaydi. Endi mana qitimir iplaslar deb bo'ladi shunaqa narsa. Hali bitta yaqin oshnamizni qanaqadir uyda janoza bo'lib qoldi, o'tib qoldi kimdir. Patoga boradi, ertasi kuni duo qilib qo'ygan kichkina bolalar ham masalan to'planib bir kishinikida borib tahorat olib ashada uyda borki do'ppilar yig'ishtirib biz ham bordik 5 kishi. Kirdik, kiruvdik, Ali aka aytayapti. Bolalar o'qiydigan aka o'tib ketdi, ichinglarda o'qiydigan odam bo'lsa chiqib o'qursin deydi. Hali qitimir oshnam ha mana bola o'qiydi, chiqing o'tirib. Aytayotgan oshna dedi. Hali bola o'tib o'tirib oldi. Shunishinglar uchun aytaman, ona bola o'zbek, lekin Rossiyadan kelganda u tushunmayapti nima bo'layotganini, tushunyapsizmi? Bilmayapti. Biz mashinada o'tiribmiz. Kulib yormaslikda hali joyda. Qitalasan ham bunaqa kulgisi kelmaydi. Ona bolaning miyasiga arabskiy VPN yaqib besh. Uluka Moria dubzeloniy deb bermaydi-yu. Turib hali 1 minut jim turib, "Uka, siz o'qiysizmi?" deydi hali oshnamga qarab turib. "Ha, 4-maktabda o'qiyman" dedi-yu.